7 avgustdan boshlab mamlakatimizda hayvonlarni identifikatsiya qilish, ro'yxatga olish va kuzatish to'g'risidagi yangi qonun to'liq kuchga kirdi. Endilikda yurtimizda xoh jismoniy, xoh yuridik shaxslar tomonidan saqlanadigan yoki ko'paytiriladigan barcha hayvonlar majburiy tartibda ro'yxatga olinadi va ularga maxsus belgilar qo'yiladi. Qonunga ko'ra har bir hayvon turi uchun aniq muddatlar belgilangan. Qonun mazmun mohiyat haqida mutaxassis fikri. Hayvonlarni identifikatsiya qilishda hayvon va hayvon egalariga nima afzalligi bor desangiz, albatta hayvon va hayvon egalari to'g'risidagi ma'lumotlarni yagona elektron axborot bazasiga kiritish. Ikkinchidan, hayvon turli xil kasalliklarga qarshi davlatimiz tomonidan berilayotgan vaksinalarni to'g'ri emlash tadbirlarini amalga oshirish. Uchinchidan, oziq-ovqat mahsulotlari xavfsizligini ta'minlash. Daladan darsixongacha bo'ladigan jarayonlarni monitoring qilib borish. Naslchilik xo'jaliklarida poda harakatini to'g'ri yo'lga qo'yish. Bundan tashqari sug'urta pullarini olish. Bundan tashqari Jahon savdo tashkilotiga a'zo bo'lishda ham hayvonlarni identifikatsiya qilish talablari qo'yilgan. Biz chorvachilik mahsulotlarini eksport qilganimizda jahon bozoriga albatta hayvonlarni identifikatsiya qilish va ro'yxatga olish talablari belgilangan. Bundan tashqari hayvonlarni identifikatsiya qilishda afzalligi hayvondan odamga o'tadigan 100 dan ortiq kasalliklar mavjud. O'sha kasalliklarni oldini olish.